Usta yaxshimisiz? Assalomu alaykum Ruslanjon aka, yaxshimisiz? Yaxshi yozim aka, qiynalmasdan. Rahmat. Qarang, mana shunaqa gazi bilan ishlab chiqarish uchun nimalar qilish kerak hamda qancha daromad topsa bo'ladi? Aka, $5000 gacha daromad topsa bo'laveradi bemalol. Uning uchun aka gazoblok stanovlarimizni olish kerak. Ish boshlash uchun, xudo xolasa mana siz o'rgatasiz. Hammasini. Hammasini sanoatini doğrusu o'rgatamiz. Ko'rib turibsiz, 2 dona qolib. Hop, mishalkamiz 220-380 ga ishlaydigan, g'ildiraklar hamma yo'q bor. 1 tonnalik suv yo'nqisimiz, kichkina suv yo'nqislarimiz, komplektda montajlarimiz tayyor holatda bo'ladi. Rushnoy shablon arramiz yo'q hozir bu yerda. U yoqdagi o'zimizga kraska ham qolmaganmiz, chekada turibdi. Rushnoy shablonlarimiz. Video davomida ko'rsatib ketaveramiz, xohlasa ularni ham. Shundan olib boshlashadi aka, boshlanishiga. Hop, xohlasa 5 ta donamiz, 2 ta donamiz, 10 ta dona qolib bilan qilib olishsa, xo'sh. Kuniga 120 tadan ish chiqib turadi. Demak, do'stlar, bizning hozirgi mavzuyimiz gazoblok ishlab chiqarish, ya'ni mana shu g'ish orqali qancha daromad topsa bo'ladi va qanday qilib ishlab chiqarsa bo'ladi. Shular haqida adresimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'i. Biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, bittadan like-ni bosinglar. Biz usta bilan hamma sekretlarni ochamiz. Xudo xolasa aka, hammasi. Zarar qiladimi yoki foyda qiladimi? Aka, hammasi haqida. Xudo xolasa hammasi haqida batafsil gaplashamiz. Aytgancha o'zingiz yasaysiz mana shu apparatlarni va o'zingiz yana gazoblok ishlab chiqarasiz. Aka, realniy narsa mana foyda qolayotgani uchun xudo xolasa o'zimizga ham ochib qo'yganmiz. Bitta bu yerda emas seximiz. Toshkentda ham bor. Bu yerda mini, eng kichkina 10 talik qolib bilan qilamiz. Bu o'zi katta sex. Buni siz mini deyapsiz-a? Yana mini, endi biz uchun sal miniroq endi hozir. Ha, ba'zilar aytishadi, bular faqatgina gazoblok ishlab chiqaradi, apparatni yasab sotishadi. O'zlari ishlab chiqarishmaydi deyshadi. Mana 10 ta qolib bor ekan shekilli bu yerda. 10 ta. Bu yerda 10 ta qolib. Liniyani ko'ryapsiz, ishlab chiqaryapti, mana buni kesyapti. Xo'p, bunda bo'lsa 2026-yilga mana narsa yana yangilik bo'ldi, ko'rsatgan narsasi xudo xolasa. Ko'rsataylik yangilikni bo'lmasam. 2 valli reskani 4 valli reskalardan bo'ldi xudo xolasa. Bu nima vazifa bajaradi? Aka, mana shu g'ishimiz, quyilgan g'ishimiz tayyor bo'lganlarni mana shu olib kelib kesish vazifasini bajarib beradi. Bu faqat kesadi. Faqat kesadi. Qo'lda emas, bunda kesiladi. Yo'q, endi 12 ta g'ishtni mana rushnoy arramiz deganda, shablon arramiz deganda mana bu. U qo'lda kesilardi. Bu qo'lda kesiladi. O'tib-o'ribsizlar-da? Ha. Endi svet o'chganda iloji u ham kerak bo'ladi. Rushnoy so'raganlarga xuddi mana shunaqa shablon arralarimiz qo'shib beriladi, как положено. Arralarimizdan xudo xolasa bu baquvvat listlardan qilib beriladi. Lekin mini sex ekan, mana uchun katta sexga o'xshab ko'rinyapti do'stlar. Shunaqa sexga asos solmoqchi bo'lsangiz, yasab mana shunaqa qilib o'rnatib beradi. Ko'ryapsiz, bu yerda gazoblokni quyib qo'yishgan mana bunga. Bu shishib qotadi, qotganda keyin bu relsda yurib, ana bu kesadi. Aka, mini deganda endi mini emas. Biz uchun mini qolipini ko'paytirsangiz ham bor-da. Qolip ko'paytirsangiz ham bu kattarib ketaveradi. Toshkentdagi katta seximiz deganimiz sababi u yerda 10 ta dona emas, 40 ta qolip bilan ishlatamiz bu yerda. Ha, shunaqa qolipdan 40 ta. Ha, 120 ta o'rniga bir chiqqanda 480 ta g'ish chiqadi bu yerda. Bu yerda ham hozir bu yerda 1 2 3 4 ta rels bor ekan, bitta mana bu pol avtomat kesuvchi. Bu yoqdan quyiladi g'ishlarimiz. Tayyor bo'lgan g'ishlarimiz avtomatni reskamizga kesilib u tomonga o'tadi. Bu seximiz ham hali deyarli takomillashtirib hamma yo'qni qilib bo'lganimiz yo'q. Buni hali xudo xolasa sushilkalargacha qilamiz. Hamma yo'qni как положено qilamiz bu yerda. To'liq bitmagan hali. To'liq bitgani yo'q hali. To'liq bitgani yo'q. Endi qarang, biz o'zimiz ishimizga qaytamiz. Endi gazoblokning apparatlari, ya'ni uskunalari bilan yaqindan tanishtirish. Hop, boshlovchiga nimalarni tavsiya qilasiz? Bitta komplektni, ikkita qolipmi? Endi hamma narsaga hamma birdek emas, to'g'risi. Hamma inson o'zi birdek. Lekin uni topayotgan mablag' har xil bo'ladi-da, hammada. Agarda menda mablag' ozroq deydiganlarga xuddi shu ko'rsatganimiz $1,5 ga 2 dona qolipi bilan xuddi mana shunaqangi qoliplardan bo'ladi, hozir ko'rsatgan qoliplarimizda. Faqatgina g'ildirak qo'yilmagan holatda bo'ladi xolos. 2 dona qolipimizdan, mishalkamizdan bitta olib, mana g'ildirakli mishalkalar bo'ladi, ular mishalkasi. 2 dona bundan suv yo'nqislarimizni olib, shablon rushnoy arralarimizni olib ish boshlab olishsa, уже bir haftaga qolmasdan обязательно yo 5 ta yo 10 ta yana qolib qo'shishadi xudo xolasa. Nimagaki mana biz ham chiqqan g'ishimizni sotamiz. Bu g'ishlarimiz ham уже zakazga chiqarilyapti hammasi. Qanchadan sotyapsizlar? Aka, mana shu Qo'g'ay territoriyasida 15-20 kilometr uzoqlikgacha g'isht soniga qarab dastavkasi bilan 17 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tan narxi qanchaga boradi mana shu g'ishtning har bir donasi? Aka, tan narxi endi
12 ming so'mdan 13 ming so'mgacha tayyor bo'ladi. Bitta g'ishtdan 4 ming so'm, 3 ming so'm sof daromad qoladi, xudo xolasa qilgan insonlarga. 4 ming so'm, 3 ming so'm, 5 ming so'm qolar ekan. 5 ming so'mgacha bor. 5 ming dollar iloji bor ekan, значит, kattalashtirilsa. Endi aka, mana shu mini degan 10 talik qolipligimizda hozir sredniy hisoblaydigan bo'lsangiz 1000 dollar tushadi, xudo xolasa oyiga. Minimum 1000 dollar. Ha, Toshkentdagi seximizda shu 5000 dollar oshiqroq tushadi. Tushunarli. Demak, do'stlar, bitta komplektning narxi 1,5 ming dollar ekan, ikkita qolib, yana qaytaryapmiz, mishalka, suyomka, sten, kompressor, shunaqa narsalarni qo'shib berishadi. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib berish xizmati bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham, xudo xolasa hamma joyga bor. Aka, zakazga bochkalarimizdan faqatgina 1 tonnalik bo'lmaydi. Bu yerda 3 tonnalik. Andijonlik akamiz zakaz qilgan. Mana shu mishalka-yu, bochka-yu hammasi Andijonlik akamizga 380 ga zakaz qildi. Remenliga berdik. Remenli zakaz berishdi. 5 ta dona qolipi bilan xuddi shu yo'mkislarimiz, xo'p, mishalkalarimiz, ko'rsatgan rushnoy shablon arralarimiz 5 ta dona qolip bilan 2200 dollarga, xudo xolasa Andijonga borib, bugun video olsak, ertaga nasib bo'lsa olib borib o'rnatib beramiz. Va mana bu pol avtomat. Aka, pol avtomat reskamiz. U yoqda ko'rsatganimiz hozir 4 valli reskamiz. 2026-yil uchun yangilik hammaga, xudo xolasa. Bir joylarda chiqadi, Qo'qon, Farg'onalarda chiqadi, lekin o'zimiz uchun yangilik bo'ldi bu. Namanganga. Bu aka 1 valli reskamiz, turbalik. Bu oldindan bor, ko'rgan bo'lsangiz. Buni ham endi shakl shamoillarini sal-sal o'zgartirishga kirgizib qo'ydik bunga, xudo xolasa. Qanaqa elektrga ishlaydi bu? 220 ga ishlaydimi? 220 380 ga bemalol. Mana shu ko'rsatgan hozir mini degan seximiz hammasi 220 ga ishlaydi, hamma yo'q. 220 ga ishlar ekan. Narxi qancha? Aka, bular 2000 dollar kelishilgan holda bular. 10 ta dona qolipi bilan 6000 dollar kelishilgan holda olib borib ustanovka qilib beramiz. Bu bilan bo'ladigan bo'lsa, nargi reskalarimiz bilan bo'ladigan bo'lsa ham 6,5 ming dollar kelishilgan hollarda qilib beramiz. 10 ta dona qolipi, suv yo'mkislari hamma yo'q. Mishalkalari mana bunaqangi g'ildiraksiz mishalkalardan bo'ladi bularga. Reskani o'zi qancha uni? Reskani o'zi 2600 dollarga kelishilgan holda. Endi mana 6 talik qoliplarimiz ham bor. Xo'sh, 6 talik qoliplar ham bor. Bunga ketadigan mana shu bu kanatkali. Ko'rsatishingiz mumkin, uni lisli bo'ladi ichlari. Rezbalar aralashishimiz ekan, kesishi keyin. Uni kuyib qo'yadi bo'ldi. Bu ham sizni qishlog'ingizga, Chortoqqa, zakazga bu. Chortoqqa bor bundan. Buni mishalkasi mana bunaqangi 1 tonnali suv yo'mkisini qilib bering degan. Suv yo'mkisi bilan aka, buni qoliplarini komplekt 3 ta bo'ladi, komplektda. 3 dona qolib. 3 dona qolib. Hop, mishalka mana shunaqangi suv yo'mkisini tenti 4 ta emas, 2 dona qo'shib beradigan bo'ldik 1200 dollarga. 1200 dollar. Ustanovka. 3 ta dona qolib. Yana 4 ta qolib qo'shimcha olyapti hozir. 150 dollardan qoliplarimiz. Qolip narxi. 150 dollar. Mana ular qanchadan donasi? Bular aka relsga moslashadigan qoliplarimiz 230 dollardan. 230 dollardan 230 dollardan qo'shimcha agar Mo'g'ulda olmoqchi bo'lsangiz 230 dollardan aka. Listi yaxshi. Aka, list Rossiyskiy 3 Magnitogorskiy listlarimizdan. Mishalkalarimizni listi ham aka 4 listdan bo'ladi. 3 list aralashtirmaydi mishalkaga, xudo xolasa 4 listdan обязательно. Ruchkalarimiz ham original ruchkalardan bo'ladi. Tushunarli. Endi do'stim, rangda aytib o'tib ketaylik ekan mana shunday. Aytgancha, do'stim, qarang, buni tarkibi qanaqa bo'ladi gazoblokni? Nimalardan iborat? Aka, gazoblok o'zimizdan обычный chiqadigan narsalarimizdan suv, sement, qum ketadi asonroq. Va mana bunaqangi alyuminiy pudra, kauchukli soda bilan birgalikda chiqadi ikkovi. Bunga 4 xil qo'shimchasi bor deydi. 4 xil qo'shimchasi bilan ham chiqarsa bo'lardi bemalol. Lekin asobiy chiqadigan narsa alyuminiy pudra, kauchukli soda. Buni aka grammlarigacha aytib beramiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 200 grammdan solinadi. Nimadan, qanchadan qo'shish? Ammo nimaga qarab aka, hamma joyda o'zining retsepti bor-da. Mana Toshkentniki ham bor o'zining retsepti, hop, Surxondaryo, Qashqadaryo, hamma joyda o'ziga yarasha anaqasi bor, murakkabligi bor chiqarsa. Ashunga qarab chiqazilaveradi aka, xudo xolasa. Rang ajoyib ekan, bularning rangi. Boshqacha ko'kmidi oldin, zelyonnimi shunaqa. Birinchi olganlaringiz, o'tgan olganlaringiz aka, bunaqangi ko'k motorning rangidan chiqardi qoliplarni. Endi aka hammada ko'k bo'lib ketdi, qarasak, ko'proq ko'k bo'lib ketdi. O'shanga endi odam o'ziga bitta narsa bir ushlab qolish kerak sal. O'ziga xosligi bo'ladi-da bir kishini. Rangni brendga aylantiribsiz-da. Rang brend hisobida endi dolisi agar bunga ham o'tib ketilmasa, dolisi mana shu rangda qoldik. Rangi zo'r ekan haqiqatdan. Oldin bunaqa rang bo'lmasdi. Ana unaqa rang bo'lardi. Motorning rangidan ko'm-ko'k bo'ladi. Keyin aka avtoklavni endi ham reseptini chiqarib qo'ydi dolisi. Xo'sh, yangilik. Bir qadam qoldi, xudo xolasa. Avtoklav ishimizga ham. Buni haligi
avtogilavishdan olib kelib qo'ygansanlar deb o'ylamasin deb rushnoy kesganmiz o'zimiz buni. Xudo xolasa tangilashlarni ham bir Retsept qayerga? retsept aka Xitoy firma chiqarib turgan avtoklavni yig'ishti retsepti bilan chiqardik. Nasib bo'lsa, bir qadam qoldi. Xudo xolasa yana bitta retseptimiz bor. Ashni qo'shib chiqaradigan bo'lsak, past chiqdi hisob bo'ladi. Avtoklavni yig'ishlarimiz ham. O'zimizda ko'rib tursiz, seri mahalliy yig'ishlar deyiladi. Avtoklavni bilan mahalliyniki pishgan, pishmagan deb ko'pchilik ana qiladi. Ishlarni, lekin mono ishlarimiz xudo xolasa avtoklavni yig'ishlar bilan bemalol bellash oladi. Retsept borasida ham, qattiqlik borasida ham xudo xolasa bemalol bellash oladi. Zicha. O'ta. Demak, shunday qilib azizlar, boshlamoqchi bo'lsangiz, tayyor biznes yozda ham, bahorda ham, kuzda ham, hatto qishda ham qilishyapti. Agar kerak bo'lsa, ekranga nomer yozib qo'yganmiz. Mana bu yerda Mishalkada ham bor, mana Gazablok uskunasi. 93li 700lik 63. Keyingi nomer nechi edi? 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlari xudo xolasa. Tushunarli. Shunday qilib azizlar, videorolik ancha foydali bo'ldi. Agar mabodo kimga shunaqa kerak bo'lsa, yana qaytaraman, ekranda nomer turibdi. Shu yerdan olib telefon qilib gaplashaverasiz. Mana esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlayman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.